Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga o'tgan darsimiz mavzusi aralash sonlarni qo'shish va elish. Aralash sonlarni qo'shish va elish hech qanday bir qiyin emas. Bu adi kasrlarni qo'shish va elishdan sal-pal farq qiladi. Bu yerda butun qism bo'ldi. Aralash sonlarni qo'shish va elish uchun bu yerda butun qismlarni oldi qo'shdi kerak bo'lsa va kasr qismlarini qo'shdi oladi. Bundan sonra qiyinib aralash sonlarni qo'shishga masalan tushuntirib beray. Aytaylik 5 qo'shilgan 2,3/1 teng 5 ga 2,3/1 qo'shganda bizning butun qismi 5, butun qismi 2. 5 2 ni qo'shsamiz 7, 7,3/1 deb yozamiz. Kelesi endi 5,7 2 qo'shilgan 3,7 4 deylik. Teng. Birinci bütün kısmını qo'shamiz. 5 ni qo'shamiz 3 ga. 8. Endi 7 dan 2 ni qo'shamiz 7 dan 4 ga. Mahrajlar 1 dek, hech qanday qiyin emas. 7 ni yozamiz. 2 ga 4 ni qo'shsak 6. Demak, bütün kısmını qo'shdik. Kasr qismini qo'shdik. Endi kelasi bundaq bir misol olaylik. 5,6 dan 1 qo'shilgan 2,4/1 teng. Endi biz bu yerda bütün kısmı qo'shib 5 2 ni qo'shsak 7. Endi qaranglar, 6 ga 4 ni qo'shib 10 deb yozmaymiz. Agar mahrajlar har xil bo'lsa, umumiy mahraj topamiz. Mahraji bir xil bo'lsa, mahrajni o'sib ko'chadik, surtni qo'shib yozdik. Mahraji har xil bo'lsa qanday qilamiz? Bu yerda umumiy mahraj topamiz. 6 bilan 4 umumiy mahraj qancha? 12. Uni qanday topdim? Cho'ngrog'i 6. 6 4 ga bo'linmaydi. 6 ni 2 ko'paytsam 12, 12 6 ga 12 4 ga bo'lindi. Agar 12 4 ga bo'linmagan bo'lgan bo'lsa, 6 ni 3 ko'paytirdim. Shunday ko'paytib bo'laverdim. Bölünüp çıkmadıkça köpet bölüyorum. Demek 12'nin 6 gibi bölsem 2, 12 4 gibi bölsem 3, 2'ye de 1, 2 koşulgan 3'ye de 1, 3, teng 7 bütünü küçürme, 12'ni küçürdüm, 2 3'ünü koşsam 5. Muştum bilen hesabım çıktı. Qiyin ondaqdan bir misal qarashtiraylik. 2,12'dan 5 qo'shilgan 3,10'dan 1 qo'shilgan 1,5'dan 1 qo'shilgan 4,4'dan 3. Bizga 4 tal aralash sonini qo'shish kerak. Bu bir hech qanday qiyin emas. Oldi bilan butun qismlarini qo'shamiz. Butun qismi 2, butun qismi 3, butun qismi 1, butun qismi 4. 2 ga 3 ni qo'shsak 5, 5 ga 1 ni qo'shsak 6, 6 ga 4 ni qo'shsak 10. 10 ni andiki dal belidan o'ttirisidan kasr sig'insiz. Endi qaranglar. Mahrajlar 12, 10, 5, 4. Qanday mahraj qanday bo'ldi? Har xil bo'ldi. Yani 12 10 ni 5 ni 4 ni qo'shib bu yerga 31 deb hech qanday yozmaymiz. Bu yerda umumiy mahraj topamiz. Umumiy mahraj qanday topamiz? Yana bir qanday qaytarib beray. Cho'ngroq 12. 12 10 ga bo'linmaydi, durustmi? 12 ni 2 ko'paytma 24. 24 10 ga bo'linmaydi. Kelasi 12 ni 3 ko'paytma 36. 36 10 ga bo'linmaydi. 12 ni 4 ko'paytma 48. 48 10 ga bo'linmaydi. 12 ni 5 ko'paytsam 60. 60 10 ga bo'lindi. 60 5 ga bo'lindi. 60 4 ga bo'lindi. Demak 12 ni ko'paytib bo'laverdim. Demak mahraj qancha? 60. 60 ni 12 ga bo'lsak 5. 60 ni 10 ga bo'lsak 6. 60 ni 5 ga bo'lsak 12. 60 ni 4 ga bo'lsak 15. 5 7 5 25 plus 6 7 1 6 plus 12 ni 1 ko'paytsa 12 plus 15 3 ko'paytsa 45 teng 10 ni ko'chirma 60 ni ko'chirma qo'shma 25 ga 6 ni qo'shsam 31 31 ga 12 ni qo'shsam 43 43 ga 45 qo'shsam 88 teng. Endi bu yerda noto'g'ri kasr chiqadi kasr qismida. 88 ni 60 ga bo'lma. 88 ni bo'lma qanchaga? 60 ga. 88 60 ni 1 dan berma. Menda 60 bo'ldi. Qoldiq 28. Qancha butun bo'ldi? 1 butun. Bu 1 butun apirib 10 qo'shma. Qancha bo'ldi? 11 butun bo'ldi. 60 ni ko'chiramiz.
Qalduq qancha? Bunu qalduqni apırıp sürtü yazma. 28. Ani qaranglar. Bu yerda teng 28'de 60 4'ke qisqaraydi. Bu bütün qismini tegmaymiz, öz piç köçürmiz. Her iş gelsin 4 qisqartma. 4 qisqartma degan söz 4'ke bölünme degan söz. 28 4 qisqartsam 7, 60 4 qisqartsam 15. Qeyni ondaqda mana bir misal qarashtiraylik. 6,12'dan 11 qo'shilgan 3,16dan 5 dedi. Yana bütün qismini qo'shimiz. Bütün qismi 6, bütün qismi 3. 6 3'ni qo'shsam 9. Qarang, mahriji qanday har xil. Yana 12 ni 16 qo'shib 28 deb yozmaymiz. Yana mahriji har xil bo'lsa, mahrij topamiz. Cho'ngaroq 16. 16 12 bo'linadi, yo'q. Endi 16 2 ko'paytsam 32. 32 12 ga bo'linmaydi. Endi 16 ni 3 ko'paytma 48. 48 12 bo'linadi. Demak, mahriji 48 deb yozamiz. 48 12 bo'lsak 4. 48 16 bölsem 3. 4 ni 11 köpeytsem 44. Plus 3 ni 15 köpeytsem 45. Teng 9 bütün köçürme. 48 ni köçürme. 44 45 koysam 89. Teng. Ben aldığım misalda çöndürüp edim ana. Eğer sürtü yani kesir kısmı natoğru kesir bolsa natoğru kesir bolsa qanday qilamiz? Şunun o'xshashla 89 ni 48 bölme. 89 ni 48 bölsem 1 chiqadi. O 1'ni 9 apırıp qo'shib berma 10. 48 köçürme. Albatta 89 ni 48 bölsem 1 chiqib qoldig'ida qanchasi qoldi bu yerda? Bizda 41 qoldi. 41 ni surtiga ko'chirib yozib qo'yma. Qani undaqda kelasi bir misolni qarashtirib ko'raylik. Kelasi bir misolni qarashtiraylik. Mana 4,5 3 qo'shilgan 2,7 5 qo'shilgan 5,35 9. Oldi bilan butun qismini qo'shib olamiz. 4 kichkini qo'shsam 6, 6'yı 5'ni qo'shsam 11. Kasr sig'izamiz, dali belidan, o'ttirsidan. Yani 3'nü mahriji qana ko'rsa har xil. Yani qaytlama 5 ga 7'ni qo'shib 12, 12 35'ni qo'shib 47 deb yozmaymiz. Mahriji har xil bo'lsa, mahrij topamiz. Yani mahriji eng cho'ng topamiz. Eng cho'ng biz qancha? 35. 35 ga 5 ga bo'linadi, bo'lindi. 35 7 ga bo'linadi, bo'lindi. Demak, mahrij qancha bo'ldi? 35. Agar bo'linmagan holatda 2 ga 3 ga ko'paytib bo'latdik. Bir bölündü. 35'in 5 gibi bölsem 7. 35'in 7 gibi bölsem 5. 35'in 35 bölsem 1. 7'nin 3 köpeytmez 21. Plus 5'in 5 köpeytsem 25. Plus 1'in 9 köpeytsek 9. Ten. 11 bütün köçürümüz. 35'ini köçürümüz. 21 25'ini koşsak 46. 46'ga 9'unu koşsak 55. Ten. Endi bizi qaranlığa doğru kesir çıkmadı. 55'ni 35'ki bölümü 1 çıkıdı. O birini aldık 11 qo'shib etsem 12. 35'ni köçürümüz. Qaldı qancha? 55 35 bölgende 20 qaldı ya. Yani 55'ni bölümümüz 35'ke birden berimiz 35 ivetsek 20 qaldı. Bu 20 qaldı sürtü yazımız. Bu birini aldık 11 qo'shib 12 deb yazdık. Endi qaranglar. 20 ile 35 5 qisqartimiz. 12'ni köçürümüz. Her iş kezi 5 qisqaraydı. 25 qisqarsam 4, 35 5 qisqarsam 7. Şunma cevabı 12,7'den 4. Qeyni balam buna bir tanım iş göreylik. X elana 24,8'den 5 tan 3,6'dan 1. Ve x tip üçün 3,6'dan 1'ge qo'shimiz 24,8'den 5'ni. Yani B'de tan 3'ge 24'ni qo'shsak 27'de mahrij topamiz. 6 bilan 8 mahrij qancha bo'ldi? 24 bo'ldi. Mahrij qancha tepish kerak? O'tgan mavzularda, o'tgan darslarda tushundim. Endi hisobni chiqaraylik. 24 ni 6 ga bo'limiz 4, 24 ni 8 ga bo'limiz 3. 4 7 1 4 qo'shilgan 3 7 5 15. Teng 27 ni ko'chiramiz. 24 ni ko'chiramiz. 4 ga 15 qo'shsam 19. Shunday javobimiz x teng 27 butun 24 dan 19. Bu tamamen tekshirish kerak. Tekshirishni o'zinglar yurgizib beringlar. Kelasi mana bir tamam qarashtiraylik. Endi sal murakkabroq bu tamamimiz. Endi bu yerda bu tamamimiz uchun oldi bilan so'ng taraf o'z pech ko'chirib qo'yamiz. O'ng tarafdagi qo'shinni topamiz. 30,6 ga 41,12 ni qo'shamiz. 30 ga 41 ni qo'shsak bo'ldi 71. 6 bilan 12 mahriji 12. Chunki 12 6 ga bo'lindi, 12 ham 12 ga bo'lindi. 12 ni 6 ga bo'lsak 2, 2 7 5 10.
12 12 bölsek 1 1 7 qo'shilgan 7. Endi x elingan 24,8'den 5'ni köçürmüz teng. Bu yoqda bizning javob 71,12'den 17. Endi biz buni aralasan aylantiraylik. 17'ni 12 bölümüz. 1 bütün bolu. O 1'ni 71 qo'shimiz qancha bo'ldi? 72 bütün 12'den qoldi qancha? 5. Demek endi x'ni tepish uchun biz 72 bütün 12'den 5'ge 24 bütün 8'den 5'ni qilamiz qo'shimiz. 72 bütün 12'den 5 qo'shilgan 24 bütün 8'den 5. Endi x teng her ikisini qo'shganda bizde aldı bilen bütün kısım qo'shimiz 72 24 qo'shib 96. Mahrajı 12 bilan 8 mahrajı qancha bo'ldi? 24 bo'ldi. 24 12 bölündü, 24 8 bölündü. 24'ünü 12 bölsem 2, 2 7 5 10 qo'shilgan. 24'ünü 8 bölsek 3 bo'ldi, 3 7 5 15. Endi bu yerda qo'shib o'tsek 96 bütün 24'ten 25. Yani bunu aralasan alırız. 25 24 bölsek 1, 1'in 96 qo'shsak 97. 24'ünü köçürmüz. Qaldığımız 25 24 bölgende 1 qaldıq olur. Şundan mana tamamımız yeşildi. Kelesi bundan hesap çıkarıp göreylik. Kelesi biz bundan tamamı sürdü x mahraj 24 ilg'an 5 teng 2 bütün 40'dan 39 qo'shilgan 4 bütün 30'dan 7. Aldı bilen biz bu o'ng tarafdagi qo'shinni o'rinlashimiz kerak. So'ng tarafni o'z pitchi ko'chiramiz. Mana ko'chiryapman. Teng. Ikkisini qo'shimiz. İkisini qo'shgan vaqtida bizda 6 ga 4 2 ga 4 ni qo'shsak 6 bütün bo'ldi. Bu yerda her ikkisi mahraja 120. 120 40 bölsem 3 bo'ldi. 3 ni 39 ko'paytsam 117 bo'ldi. Endi 120 ni 30'u bölsek 30 bölsek 4 4'ni 7 köpsek 28 teng bizde 6 bütün 120'den ikisini qo'shsak 145 bo'ldi. Yani 145'in 120 bölmesi 1 bütün bo'ldi. O 1'ni 6 qo'shsak 7 bo'ldi. 145 120 bölgende 1 chiqib qoldi qancha? 25 qoldi. 120. Yani her ikisini qancha qisqartimiz? 5 qisqartib etaylik. Şurada 7 bütün 5 qisqartib etsem 24 bo'ldi. 5 qisqartsam 5 bo'ldi. Demek javob qancha bo'ldi qo'shindiniki? O'ng tarafga qo'shganda 7 bütün 24'ten 5 bo'ldi. Endi yani x bölünge 24 öz pitch ko'chirma bize tamam ayırma berildi. Böyle ilg'an 5 bo'lsa demek 7 bütün 24'ten 5'ge qo'shimiz 5'ni. Bu 5'ni qo'shish hech qanday qiyin emas. Bu bütün son, natural son bunu aldagi bütün qismi qo'ldan yo'q etma. Qo'shib etma buni 7'ge. Shu chog'da meni x bölüngen 24 teng 12 bütün 24'ten 5 bo'ldi. Endi qanday qilamiz vaqtida biz buni o'ng tarafga noto'g'ri kesga aylantiramiz. X ni yozamiz. 24 bölüngen 24 teng. Mahraj 24'ni ko'chiramiz. 12 ni 24 ga ko'paytsak qancha bo'ldi bizda? 24 ni 13 ko'paytsak 240 48 ni qo'shsak 288. 288 ga 5 ni qo'shsak 293 bo'ldi. Endi qaranglar. Her ikki kesirning mahraji qanday? Teng. O'tiraqadan belgi turdi, teng belgi turdi. Demek mahraji teng bo'lgan kesirlarning surati mo'min bo'ldi, teng bo'ldi. Demek x'imiz qanchaga teng bo'ldi? 293 ga. Hurmatli do'stlar, mushuna bizning darsimizning birinchi qismi oyoqlashdi. Bu darsning ikkinchi qismi Xudoyim bersa mush yaqin orada chiqdi. Barlarning diqqatiga ko'p rahmat.